Jangal buloq 11-qism Qopqonga dassash. Şundak çıkıp kalsın çok hani. O cumbakının qo'ng'i tepip haydi bitime. Sen to'ydan keyin onun qo'ng'iga tepsang ne foydasi? Sen şundak ish bitiyor qizdan birini elib, keyin u qiz chiqmasa, sana bir mo'jiz ziyon bo'lmasmi? Kallangni ishlat adash. Amsa men qandoq qilsam bo'ladi adash? Men deganda qilsang ziyon tatmaysa. Sen cho'qira. To'ydan ilgari onun qiz yoki qiz emasligini tekshirib baqsan. Nima? Qandoq tekshirma? Shunimi ma'gutib qo'yamdim sana. Naring o'g'il bola sening. Anam bana ammoqchi bo'lgan qizga to'ydan ilgari chiqilib qo'ysang, o'g'il bolaning baxti ichilmaydi degan. Adash, men hargiz unda qilmayman. Potamxon baribir mening xotinim bo'ladi. Onunla eng yaxshisi to'ydan keyin chiqilay, ha? Qanday qilsang shunday qilaylar, Lavza. To'ygan xotining qiz chiqmasa, pushaymonni oladiganga qoch topolmay qolasan ekan. Ezim juvaz bosh odam emas. Qizing saq emaskan desangmi, u qizini ajrashtirg'uli unimasa, hech qanday qilolmaysan. Salih bir oz o'ylanib olib, Masavur Maddohning gapining to'g'riligini his qilib qoldi. Adash, o'ylab baqsam, gaping to'g'ri ekan. Lekin Potamxon sal yuztuban qiz. Shuni uning ayvashganmiki tasga to'xtamikan. Bu sening ditinga bog'liq ish, adash. Ko'nilada nonni yeymiz qan bilan, ishni qilamiz pan bilan deydigan gap bor. Mening gapimga ko'nsang, bugun eng yaxshi fursat. Qandoq deysan, adash? Men Potamxon bilan qo'shni bo'lg'achqa, uning yotadigan hujra o'ylarigacha obdan bilaman. Nima? Bu qaraganda sen uning hujra o'ylariga erkin azodi kirib chiqib yuradigan o'xshamamsa? Voy, undaq emas. Qaysi kuni onasi Ravixon meni chaqirtib ekan. Balam, Potamxonning hujra uyining kun petish tarafdagi tamning suvoqlari ajrab ketibdi ekan. Sening qo'lingdan tamchilik obdalla keladi. Tamlarni suvab bersan degan edi. Shunga kirgan. Bundaqda. Eli biz arqimizni ichib bo'lib, men sana uning hujra uyini ko'rsatib qo'yman. Sen tivish chiqamay asta kirib, ishni bitirib chiqsa. Navada u qiz chiqsa, to'yni qilib. Qiz chiqmasa, joyingda to'xtab qol. Sanamo yuzi ichilmagan qizlar chiqdi. Agar u vaqirab silib, uydagilar uyg'onib kelsa qanday qilaman? Qo'yg'in ay Allah tag'ilab seni. Uni aldab silab evashga keltirishni bilmamsa? Salih Masavur Maddohning gapini to'g'ri tepib, uning deganiga qo'shildi. Ikkisi yana bir hazo ichishgandan keyin bugungi planni amalga oshirish uchun tun kechida asta uydan chiqib, Ezim juvozning darvozasi oldiga keldi. Esingda bo'lsin, 10 sanaganda birinchi uy shu. Darvozadan shab chiqamay sakrab kirib ishni bitir. O'yladiki karvatda uxlayotgani Ezim juvoz. Onundan hergiz o'tiqib ketma. İşlaranga o'tiq tilaymansa. Salih Masavur Maddohning deganday qilib, darvoza ustidan pan bilan ortilib o'yliga kirdi. Yoz kunlari dimiq issiq bo'ladigan bo'g'achqa, Ezim juvoz o'yildagi karvatda yotadigan odatni yetildirib olgan edi. U hozirmi taladagi karvatda pushuldab uyquga ketgan edi. Salih masjilikda daldangishib tursa-mu, putining uchida dasab, o'ng tarafdan sanaganda birinchi uyga kirdi. U eshikni pan bilan echib kirib, shap chiqamay yeb qo'ydi. U biroz qarab turib, qorong'uda
supining o'ttirisi o'rin silib yotgan qora gavdini nihoyat ta'sir farq etalidi. Birining yenik pushildishidilla uning ayol kishi ekanligini bilgili bo'ladi. Sali supining leviga kelib, oyqini sog'andan keyin ustiga chiqdi. O'milab minib, pushildigan ovozga yaqinlashdi. U narsaga yaqinlashib, qo'lini uzatgan edi, qo'liga uzun choch chiqdi. Shunda u uxlayotgan kishining bo'g'isi ayoli Potamxon ekanligini jazmlashtirdi. Salining yuragi qo'rqinishdan dupildab so'qib tursimi, jur'atga kelib, asta tumshuqini uzun chochga yaqin akeldi. Issiq tiniqlarning yuzlariga urilishi bilanla erlik havaslari uyg'onib, boyqa qo'rqinchi qayoqqadir qechib ketdi. U ishtiqla yotqanni o'rib, qora gavdining ustiga o'ljiga etilgan burkutdak chaqmoq tizligida tashlandi. Qora gavdining maydonlarini mujib, yuzlarining udulkaga yerlarga tumshuqini surkashga boshladi. Birdilla qora gavdi cho'chib uyg'onib, ansiz vaqirdi. "Voyjon, kimsan?" Sali bu ovozni anglab, birdilla esini topgandek bo'ldi. Bu Potamxonning ovozida qimmatdi. U ishtiqli o'rnidan turib, yugurmoqchi bo'lgan edi. Boshlari qiyib, supidan arashga yiqildi. Ravixon ba ovozi bilan vaqirmoqda edi. "Voyjon, dadsi, qimsili, voyjon!" Sali ming japoda o'rnidan turib, busig'ining tuviga kelishi bilanla kuchli bir qo'l uning po'kindan siqqanicha kayniga ishtirvatdi. Sali yana o'rnidan turishg'ila eshik ichidan taqilib chiroq yondirildi. Oldida chiroydan qora bo'ron chiqarganicha ezim juvos turadi. Sali uning dahshatli chiroyiga qarab turishga bardoshlik bermay yerga qarab oldi. Uyning burjigida tugilib lag'ildab titirganicha Ravixon turadi. "Hey, nemish bu xotin?" Men bilmadim. Uxlab yatsam bu hayvon yotqinimni o'rib yuraydi. Ezim juvaz bazgakda titrab turgan Salining zanqidan qamallab o'ziga qaratdi. "Sali qo'san. O inson qalbidan chiqqan hayvon. Namus qilmaydagi bo'g'iz qaynananing yotqini o'rgidek bo'ldimi? Manimsa." Ezim dada, men bu uyda yotganni Potamxonmikin debdiman. "Nima? O tongoz. Manimsa." Salining gapi tugab bo'g'icha ezim juvozning mush pashvolari Salining bosh ustiga yomg'irdak yig'ib ketdi. Tayoqqa bardoshlik beramagan Sali o'zini to'xtamay urayotgan ezim juvozning qo'llarini tutib oldi. "Manimsa." Gap qilmasam nima deb qo'yaversa? Qizini olay deganim uchun kech so'zlab keldim. Yomon bo'ptimi? Voyjon, bilib qo'y po'qsaqal gaday. Men kelgizda qizini el oldiga odam. "Hey, to'g'ini po'kar avandi. Qizini olsang qaynanam bilan qo'shib olamsan. U it nasldan turilgan nijis. Sana endi qiz berish tugul, eshakning taqinini bermayman men. Yuqol ko'zimdan." Masjidlikda kallasi qizib qolgan Salimo ezim juvoz bilan tang turib o'kirdi. "Qizini menga bermayman deb aytsan? To'pi besib o'tirib qolgan qizini men olmasam kim oladi? Menga qizini chaqira menga." Ezim juvozning bu ahonat kishida olmay tishlari g'uchurlab ketdi. Yandiki uyda yotgan Potamxonmi varan-churani anglab uyg'onib kirgan bo'lib, Salining bu gaplaridan hushidan ketishga tasliq qoldi. Ezim juvoz qiziga nafrat ilikida qarvatgandan keyin izoga chidamay o'z qochtig'i o'zi 5-6ni silib vaqirdi. "Voydat, la'nat, qiz bola baqqanga la'nat. Qiz bolani boqqicha tug'ilgandili ko'ni bo'lgan yeb o't qo'yib deganning holiga voy. Ko'rdingmi xotun? Qiz bola baqqaning sizoyisimi bu?" Bu gapni anglagan Potamxon turgan yerdila varrida yig'lig'inicha yuzlarini alqonlari bilan yo'gab o'ltirib qoldi. "Ey, ishtin tizini ochmaydigan po'qsaqal gaday. Qizini ikkimizni yolg'iz qo'yib chiqib ketdaymi? Elibeka qizing arsiz qilib o'ltirib qolgan ish chiqdi." Ezim juvoz amdilikda Salining og'ziga kelgani deb biljilishiga chidab turolmadi. "Hey, esta, dadamning yuzini qilmaydigan bo'lsam." Ezim juvoz shundoq deginicha o'ylig'i chiqib, arvuning sho'tisiga esib qo'yilgan eshakning arg'amchisini elib kirib, Salining kiyimlarini yirtib soldirib, uni qip yalang'och qilib, arg'amchi bilan bilidini bog'lab, uyning to'risiga osdi. Potamxon o'ngrab yig'lagan peti sirtqa chiqib ketdi.
Ravixon eriga to'xtamay yalvarishga boshladi. Açıqning keyniga kirmisizlar dadisi. Saliat saranlıqdan oңşalganda andın sözleşeyli. Bittin açıqıda çapan otqı sağılı bo'lmaydi. To'la gap qilmay, menga yugur. Mening mingizdarslik qilib pishqimni ep chiq. Bu o'g'irning sekretari heliq narsini tuydan kesib o'tib peshimga kelganini ko'rayman. Bu gapni anglab, uyning to'rusiga esib qo'yilgan Sali o'ngrab yig'lig'inicha yalvurishga tushdi. Sizden kuşup kala ezimde da bir koşkunumda kessiler. Ben eziptimen. Ben buna dikin herkesin kılmayım. Ben ezimde da. Sizden kuşup kalay. Dadisi sildin hoşup qalay. Açıqları aqıllarını kesmişsin dadisi. Özlerini besivasıla. Bu gapni anglagan Ezim Juvaz biroz aqlini topgandek bo'lib, Salining dadisi Abdulla Qadoqni chaqirib kelish uchun taloga chiqdi. Shu topda uyning o'g'isdagi to'nglikdan Masavr Maddohning tomosha ko'rib og'zini tutib pixildab kulayotganligini hech kim bilmaydi. Masavr Maddoh Salini o'zi qurgan qopqonga o'ngishliq dasitib, murodi hosil bo'lgan edi. To'ya Sali, Fatamxonni olaman deganingga. Qarab turib, mening ko'z oldimda o'sgan bir gulni sana tutqizib qo'ydiganga kallamning to'paq pishti yo'q mening. Masavr Maddoh to'rusqa bechorlarcha esilib, mishildab yig'layotgan Saliga masxara aralash kulib qo'ygandan keyin o'g'izdan tushib ketdi. Abdulla Qadoq kelib, bo'lgan ishlarni xabar topgandan keyin Ezim Juvozdan burmuncha uzr so'rab, o'g'ilni uyiga olib ketdi. Abdulla Qadoqmo o'g'ilni uyning to'risiga esib qo'yib, bir kecha urib chiqdi. Aradan bir hafta o'tgandan keyin Abdulla Qadoq sovg'a salomlar bilan Ezim Juvozning uyiga berib, choy quyib bergani bo'ldi. Lekin shu oqshomga ahonat jinidan o'tib ketgan Ezim Juvoz qizimni silining hayvon sifatli o'g'illarga berguncha bir umr yotliq qilmayman deb o'z gapini ching turdi. Abdulla Qadoq mahalla cho'nglarini ishq sog'an bo'lsa-mu, unimi bo'lmadi. Shunda qilib Salining Fatamxonni xotinlik qilish plani suvga chilashdi. Sali bu ishlarni dadasiga tafsili tushuntirib, Masavr Maddohning o'ziga urib qo'lganligini aytgan bo'lsa-mu, Masavr bilan yuzlashtirganda Masavr o'zini Oqbalaxonga chiqardi. Uzun o'tmay Masavr Maddoh bilan Fatamxonning to'yi bo'ldi. Shu chaqda Sali Masavr Maddohning damiga tushganligini bildi. U qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rining haqiqiy abdibashirisini nihoyat kechikib bilgan edi. Shu kundan boshlab Salining vujudida Masavr Maddohdan o'ch elish niyati g'alyon ko'tardi. U nechiqitim odam yollab Masavr Maddohni urg'izganmi bo'ldi. Lekin ko'ngildagi adovat tumanlari hech o'chidigandek emas edi. Uzun o'tmay Salining dadasi Abdulla Qadoq bu olam bilan qo'shlashdi. Ikkinchi yili kelganda onasimi uning keynidan ketib qoldi. Sali Fatamxonni ololmay ichib pushib, dadasidan qolgan dunyo ovqatlarga aroq ichib, nash chekib, qimar o'ynab, 2 yil ichida so'rib tugatdi. Keyin qulun qo'shlarning soy qilishi bilan hozirgi xotini Ilimxonga uylandi. Uning turmushi xilili iziga tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin dadasining burunqi egiligini asliga keltiranmadi. Burunqi Abdulla bayning o'g'lidan hozirgi Sali tijmalga tushib qoldi. Uning burundan boshlabla o'z gapini quvvatlab, boshqalarning gapi to'g'ri bo'lsa-mu, anglamaydigan mijozi bo'g'ashqa, uning ismining keyniga Kaj degan laqam Rodupaydek chaplashib qoldi. Mana amdilikda aradan 20 necha yil o'tgandan keyin qizi Ayshugulning ashaddi raqibi bo'lgan Masavr Maddohning o'g'li Arshidin bilan g'alati qiliqlarni qilib yurganligi burunqi adovat gulxonlarini qaytadan kuchaytirdi.
Tushdan keyin soat 4dan oshgan bo'lsa-mu, havo nihoyatda dimiq edi. Mal chorvalarga o'tilish uchun qo'noqlikqa kelgan Magnisa qo'ltiqiga bir dona o'riya xaltasini qistirib olgan bo'lib, tushda jigdi ilmi bilan taragan bilakdak tom ishki o'rimchashlari tiqimida so'ylab turadi. U g'ingshib, naqshi etqinicha etizning bo'ydagi eriqdan atlab, odamni cho'kirgidek pöpöp chiqargan qo'noqlikning orasiga kirib ketdi. Qo'noqlikning ichi texmi dimiq bo'lib, Magnisaning chekillaridan tar qo'yildi. U o'tni tezroq ilib, kashik tomoqqa tutish qilmasa, qapiq yomon eri Matto'xtiboqqa kelsa, bir maydon jang o'ynashdan yanmaydi. Matto'xtiboqqa yotgan ishidagi ishni aplashtirmay, barcha savallikni Magnisadan ko'rib, tishtirniqigacha o'ch bo'lib ketgan edi. Qildin qiyiq kassila, Magnisani dumbalab turadi. Mana bugun oldirab qo'noqlikqa ketyapsa, Salikajning ayoli uchrab, uydagi ko'ngilsizliklarni so'zlab, uning yarim soat vaqtini oldi. Endi u oldirmasa, erining tayoq to'qmoqlariga mahkum bo'ladi. Magnisa bir qo'lini ishga qilamay, qo'lidagi o'tug'ishni tezlik bilan harakatlantirib, butun zehni bilan o't ilishga kirishib ketdi. Qo'noqlikning orasidan shiriq-shiriq qilgan ovozmi uning quloqiga kirmaydi. Jangal Bulaq 12-qism. Hapsini Davud Turg'a. Magnisa qo'noqlikning orasida o'zini paylab yurib, keyindan kelgan odamni sezmadi. Ikki mo'risiga qo'yilgan kuchli qo'ldan Magnisa cho'chib keyniga qaradi. Keynida sapsariq tishlarini chiqarib, to'ppisini sangayan kiyib olgan Ruzmamat Xo'roz turadi. Bu beshingni yeydigan qasmoq o'g'ri, chashqandek timiz qilib nima qilib yurasan keynimda? Nima qiladi? Shu sizning oydak jamolingizga suvga tashna biliqdek bo'lib ketdim emasmi? Shu bugun illiq bag'ringizga bir qanay deb keldim-ku. Voy yuzi qilin o'g'ri, eri ba ayolga saqal tashlashdan nomus qilsang-chi? Menda tashlug'dek saqalmi yo'q. Biliq tutay deb qarmoq tashlayapman. Voy ma o'g'rining gapga ustiligini qarmamdigan. Men beliqmikan, men qarmoq tashlug'idek. O'zingizmi biliqdek oppoq turmamsiz mana. Ruzmamat Xo'roz shundoq deginicha Magnisaning bo'yinlariga qo'l uzatdi. Magnisa qo'pollik bilan uni silkivatdi. O işte, menchi baqqalning olmasa emas, uya biyalarimni silaydigan. Mao kesil baqqallarini yig'ishtirishni o'rganib ol. Baqqalning ichidan buzilib ketadigan olmos bo'lgan bo'lsangizmi, bunchalik silabmi yurmasdim. Lekin siz silgan sari paqiraydigan bebaho go'har tursangiz. Azaldan bir kishining bunchalik tatliq gapini anglab baxmagan Magnisaning yuragi larziga kelib, ko'zlari yoshqa to'ldi. Voy o'ta pag'ina, og'iz tatliq o'g'ri. Og'zimning tatliqligini siz qanday bilasiz? Tetib baqsangizga qanchalik shirin ekanligini biladingiz? Voy yuzim, nimancha xijil qilsan odamni? Voy, xijil bo'lmang jinim. Qaysi kuni echiq beshida sizga degan gaplarim yolg'on emas-mi? Siz ko'zimga ko'kdan tushgan oydek ko'rinasiz. Magnisa gap qilmadi. Ruzmamat Xo'roz Magnisaga qanidek chaplashdi. Dastlabda qarshilik qilgan Magnisa asta-asta choyga solgan navbatdek erib, butun vujudi o'tqa tushgan qildek to'lg'inib ketdi. O'zining mavjudligini unutib, shirin hissiyotlarning qo'ynida mas'ush bo'ldi. Chunki uydagi qarg'a kammas pichayotgan buqa bir yilga yaqin vaqtda tildashnamdan bilak qilchilik illiqlik ata qilinmagan edi. Texasining nozing yo'q deb bir muncha oqmas bahonlarni tepib, barcha savallikni Magnisadan ko'rgan edi. U esini bilganda Ruzmamat buqa uni bag'riga besib turadi.
Мәңнisa uyalğınicha chaqmoq tizligida o'zini o'ngshidi. Мәңнisa o'rnidan turg'unicha xaltisi bilan o'tig'uvchini qo'ltiqiga qisib, Ruzmamat Xo'rozga qarabmi qo'ymay qunaqlikdan ayrildi. Uning necha vaqtdan buyanqi miskin ko'ngli optopdek echildi. İç-içidan qaynab chiqayotgan shodlik ilikida nozuk jismi texchi titrab turadi. Endi u o'z-o'zidan emas, balki eridan og'rinishga boshladi. Atamaz o'qidin ko'ra, chichamas poqidin degandek, mao o'g'ri o'z hammani mendan ko'di desa, bu qitirib bir xo'rozchilik bo'lamidi mana? Ko'dim holini. Мәңнisa ketib o'tib, erining o'ziga qilgan azorlarini o'ylab, tishlari g'uchirlab ketdi. Matto'xti boqa o'rt-pört qilsa, uning bilan tang deyishish, hatto ajrashib ketishga ko'nglida tayyorlik ko'rib qo'ydi. U shu xiyollar ichida uyg'imi yetib keldi. Mallarga uyning kendik direktning shehrini chatab berib, kashf tamoqmi atmadi. U bugun kech Matto'xti boqidan qo'soq ko'pikini biroqli chiqarish qaroriga kelgan edi. Matto'xti boqa dehqonchilikdan qo'li bo'shiga vaqtlarda mahalladagilarning qo'ylarini qirqib, turmushini qamdaytdi. Bugunmi u birisining havolasi bilan qo'y qirqqiga ketib, kashga yaqin paydo bo'ldi. U Мәңнисаның kashga tamoqma qilmay, may tatib o'ltirganini ko'rib, eg'zini buzib tilladi. Geldeme. Nimandak çırayını g'o'rigan tazdek satqib o'ltirsa, ha? Qo'pa. Mana, tabaqat. Yanchilib ketgan mantida ko'rimsiz chirayin qarab o'tirganga to'yib qolgan qo'saq yo'q menda. Qo'pa. Burunlarda eriga gap yandirish tugul, tikilibmi qaramaydigan bu ayol o'rnidan tik turib, Matto'xti boqiga hurpaydi. Kichigida anisi o'pabdi eg'izlandirgan chiroyi chipar chapandek mishmiriq gacha. Atdiganda nashliqingni ishtab qochgandek nemaga nashrig'ini sanjisan menga? O pokining ochgan bo'lsa-chi, to'g'risida esib qo'ygan sevatda non bor, ilib yigina ha. Qo'lingni birsiga oriyat berib turmagandikin. Oy! Bugun ajab bir qushqashtilaring chiqib qopti sen marazning, ha? Dumdan qichishib, tayoq sintirayotgan o'xshamsa? Za anlasam g'izo yegandek bo'ldim. Dashlamaysam 5 dan yegandek bo'ldim deydiganing biri qo'y sen. Sevatdagi toshda qaytib ketgan nolaringga tushutamda. Oy xo'jam, nima hol o'sirdiki? Zog'irdan yaratmaydigan bo'lib ketildi deyli texi. Zog'iri qattiq bo'lsa, uyning oldidagi eriqda so'ya qilib turibdi. Ay suvga chilab, yesila yumshabmi qola. Men chaynab yegizib qo'yamdim ya. Qalandaning qizi. Nimanda qida gap qilib, ijilimni qulashtirsa deyman. Erib ichib kelganda zag'riyab o'ltiramdim men. Suvaningga biqib so'zlar g'olcha. Ota-onamning bir qatim tilamchilik qilganini ko'rganmiding? Zag'irdan yaratmasang, bat puli atgudek pul tepib kel. Xalqning erlirdek belingni mahkam bog'lab, ya uyda bir xotinning hojidan texi o'nglab chiqolmaysan, long tasmalik qilib, ya texi tuzuk pul tepib ondan qilmaysan yo'g'an gapni, tambul xurgacha. Amma maqirni yilibika. Matto'xti boqa ochiqdan yerilg'udek bo'lib, Мәңнисаның oldiga yugurdi. Мәңнисамы burunqidek erining oldida qechib, o'zini daldiga epmi yurmadi. U Matto'xtining tayiqiga dadil yuzlandi. Uraqini, urpaqaqini. Bugun meni takit birini chikpaqaqini. Onamning uyiga jo'nayman. Sen bu uyda ketmanday qaytib ketgan zag'irlaringni g'ijab o'ltirsan. Va tekkur o'g'ri. Yo'lda mashinaga besilib, o'zimdek esilib o'lasan. Ho, pes o'g'ri. Matto'xti boqa xotinni ursa, Мәңнисаның yig'lab turib elib, tamoq atmay, qo'rsqining och qiladiganligini bilib, sal past qo'yga tushdi. Xotin, sarangli qilma deyman. Achchig'im kap qolsa, ma'u bosg'andek mushlarim odam tunimaydi mening, ha? Berib yubdan bo'lsin atkin. Sarangni tepib sarangda, u ahli yo'q gacha. Sarang bo'lib ishtonni kallabga kiyib mangdimmi men, ha? İşikdan kirmasa siz qo'ng'izda gaplaring tayya, yana tek buyruq so'qamsan menga? Matto'xti boqa hamda chidab turolmadi. Xotinning ishqtal o'rimchechidan qamallab tutqunicha uyning timiga ustirdi. Мәңнисамы bo'sh kelmay, erining yuzlariga changal soldi. O'g'rimchining nasli. Yuzimni mo'rlatamsa texi. Mana mo'rlig'ini, mo'rla mana.
Mını mırdı. Mırdı ne? Mını. Tüy. Mırla. Мәттоқты боқа Мәңнісаның бостан чашларыны қолларыға йөгәп, тамғы үстіріп вәді. Мәктәптен қайтып келген оғлы Яқуб білән Мәликәм шиқырап йығлашқа башлады. 11 яшлық оғлы Яқуб жүгіргеніче құлын қошыларны чақырғылы шығып кетті. Құлын қошылар керіп, ikisini ayırıp etdi. Мәңніса Мәттоқты боқаны тыллап, өңірәп йығлап, мәхәллені бешіғі кәйді. Başqalarının tutmağına qaramay, ikki balasını yitilab, boğçumini qo'ltiqiga qistirib, onasining uyiga yamallab ketib qoldi. Мәткерім шөпәк езі базардан қайтып келіп, xotini To'xtixonning bag'an siri jimg'irlashib ketganini ko'rib, sal ajablanди. Nemish bo'lganligini ko'chilab so'rasimi, To'xtixon javob bergili unimedi. Ochiqlab bir narsa desa, ko'ngli nozik To'xtixon unsiz yosh to'kib, Мәткерім шөпәkning ichini ochiq qilib qo'yadi. Oxiri u 12 yoshli o'g'li Abduqahordan so'rab ko'makchi bo'ldi. To'xtixon uyda tamoq etayotganda Мәткерім мәктәптен әмділі қайтып келген оғлы Абдуқахорны еліп, қомышлыққа қой баққылы шықты. Біз әсәрнің бірінші бабыда мәхәлінің ғарып тарапыдегі қойық өскен қомышлықны қайт қылып өткен едік. Мәткерім шөпәк дәл шу қомышлықта пат-пат қойларыны еғілден чықырып бақатты. Dadı balı ikisi қойларыны қойық өскен қомышлық арасыға қойып беріп, қомышлықның отырысыки yılandek sozulup yatqa yolda turdi. Oğlum, ben yezi bazarı ketkendan keyin uyda bir ish bo'ldimi yo'q? Arastanida. Abduqahor damalliqqa hech nima deyolmadi. Chunki onasi To'xtixon uningga, "O'g'lim, bugun oqshom Davud Turg'uning uyimizga kelganligini hech kimga aytquchi bo'lma" degan edi. Chunki To'xtixon erining Davud Turg'u bilan igizpas bo'lishib qolsa, uning huquqidan foydalanib, o'zlariga yaxshi kun ko'rsatmaydiganligini obdan biladi. Gap qilay bolam. Anaga nima ish bo'ldi? Dadisi ko'chilab so'rab vergachga Abduqahor bo'lgan ishlarni dadisiga aytib berdi. Davud Turg'uning o'zini ani topganligini anglagan Мәткерім шөпәкning chiroyi o'ngib ketdi. Bolam, sen qo'ylar qarab tur. Men uyga berib kelay. Мәткерім Davud Turg'udan hisob olish uchun uyga kelib, qoznoq uydagi yengili bilab qo'ygan kichik paltini qo'liga oldi. To'xtab tur, Davud Turg'u degan ichidan tungiz qatraydigan mal'un. Texi meni ani topqudak bo'ldingmi? Doppamga jigdi selib aqlini bulg'ayman deganing bu uxlab tushim. Bugun seni chanib etib jangal bo'laq mahallasiga bir ofatni yo'q qilib etmasam hisob emas. Elimiz sen Turg'u bizlarni oz bo'za qildingmi? Мәткерім шөпәк ba'ayni portlashga tayyor turgan bir bombaga o'xshab qolgan edi. Shu tapda ayolni ani topgan bu Turg'uni qiymi-chimi qilvasimi dardi chiqadigandek emas edi. U qadamlarini ishtikiltib, udol Davud Turg'uning uy tarafga qarab mangdi. Yo'lda uchrab qolgan qulun qo'shlarga salommi qilmadi. Мәткерім! Hoy, Мәткерім! Bir qo'ltiq ujmishini ko'tarib olgan Yahyo bovayning chaqirishidan Мәткерім шөпәк aslini topdi. Nega mangdan buncha aldirab? Ha? Qo'lingda palto ko'tirib olsa tehi. Achchig'ingda bir hasini chanig'ili ma'magansa, dedi Yahyo bovay Мәткеrimning paylining yomonligini ko'rib.
Nädiki gapni qildi ekansiz Yahyo dada? Qo'ylag'i shoxcha atab baglamangdi. Unda da qilmaydi-ku. Ha? Qarsa manga yo'ling etizliqing tarafga emas. Birasi bilan urushib qolmagansa. Yo'q, Yahyo dada, xotirjam bo'ling, ha? Ish qilib. Nimalar qilsang aqling bilan ish qil, bolam. Ko'nilada yo'lvosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deydigan tamsil bor. Ochiqning kayniga kirib qilgan ishing seni ömürlük pushaymonda qo'ymasin. Ma'qulmi, bolam? Matkirim Sho'pak bovayning gapini anglab, qaytadan aqlini topgandek bo'ldi. U Davud turg'uni chaniversa, o'zining eng cho'ng ziyon tortquchilardan bo'ladiganligini his qildi. Eng yaxshisi men ochiqning kayniga kirmay. Davud turg'uni shundoq bir boplayki, u o'zining nim bo'lganligini bilolmay qolsin. Xalqning xotiniga chiqilishning ta'mini uningga bir tetib qo'yay. U mengayotgan yo'lnishni o'zgartirib, kayniga yondi. U yo'lda ketib o'tib, yangi planlari haqida bosh qotirdi. Matkirim Sho'pak uyiga berib, paltsini tashlab qo'yib, ikkinchi qatim Davud turg'uning qishig'iga mangdi. U bu qatim butunlay pozitsiyasini o'zgartgan edi. Uydagi yezi bozordan ishdan tiktirib keyish uchun setib olgan mashranglik raqni Davud turg'iga so'g'u salam uchun elib oldi. U o'z maqsadini amalga oshirish uchun shuncha qimmat baholiq raqtimni ketish oldida turib. U Davud turg'ining uyiga kelganda, u texi Daduydan qaytib kelmagan edi. Manglashxon Matkirim Sho'pakni so'g'uqli kutib oldi. Davud turg'un texi kelmadi. U uyga kelgandan keyin andin keling. Manglashxon shundoq deb darvozani taraqqida yepib uyiga kirib ketdi. Matkirim Sho'pak Davud turg'i kelgicha sirtda saqlab turishga majbur bo'ldi. Taxminan yarim soat o'tgandan keyin Davud turg'a eshigiga minib uyining oldida paydo bo'ldi. U uyining oldida turgan Matkirim Sho'pakni ko'rib, ko'ngli bir ishni sezib qoldi. U Matkirimni mendan qaysi kuni oqshomgi ish uchun hisob og'ili kelgan o'xshaydi deb o'ylab, ichida sal qo'rqinishga tushdi. Amaliyotda Davud turg'a Matkirim Sho'pakdan qo'rqib qoladiganlardan emas. Yomon yeri bu ishlardan xotini manglashgan xabar tepib qolsa, chashqan to'shki Davud turg'iga saroy bo'ladi. Jangal bular 13-qism. Olmaxon bo'z. Şuna Davud turg'a suv kelishdan burun tug'an sanmoqchi bo'lib, Matkirimning uduliga kelib, eshakdan tushib o'rkaydi. Matkirim Sho'pak, nima deb keldinglar? Yezi vaziriga kirib o'qat qilma deb bir yo'qab ketsanglar, qarongnim ko'gilolmaydigan bo'lib ketdi-g'usilning. Malidikilarning hammasi ichiq-beshiga chiqib, eriqning shig'ilni oldi. Faqat sizning o'ydili hech kim bormidi. Tashkiliy tuzum degan narsa bormi yo yo'qmi sizda, ha? Ma buningdan keyin kollektiv emgakka qatnashmasanglar, teriyotgan nopozliq yeringni tashlab, ujmangni teringlar berib. Gap qilmasin nimandiq? Davud turg'a shundoq deginicha, to'xtamay darvoza tarafga oldirgan eshigining nuqtasini tuvidan tutib olib, Matkirim Sho'pakning bir narsa deyishini kutdi. Qarama, o'g'lim ilgari. Sen tazdigicha men qo'tir davolay degandek oldimga o'tib turgan ekanman. Aq qerg'ini tuymaydigan xotin purish o'g'li. Suv kelishdan avval tug'an sag'ining'i bu. Aldirma. Akan qarag'ani sal chaqlab qolsa. Matkirim Sho'pakning Davud turg'ining yo'lsizlik bilan qilgan gaplariga ochiq gap tursa-mu, lekin chiroyiga majburiy kulgi yugurtdi. Ochiqlanmaslar shu deyjan. Endi shu bir uyning harvisini topmoq tas kelib, oyoq bu yoqlarga bag'imiz keldigan deysizlar. Buningdan keyin diqqat qilsam bu bo'ladigan-da. Nopuzliq yerimni tatib olaman deb avarmisizlar. Buningdan keyin kollektiv emgakka aktiv qatnashayman. Magipoli joydi mana. Bugun nima deb kelgan to'liq ishimga?
Men yez bozorga kirib ketib, oradan necha kun o'tib ketibdi. O'zlari bilan didorlashmoqni istab, oddiy bo'lsa-mu atig'ini elib, Qashlarga kelib qoldim Shodijon. Bu gapni anglab, Davud Turg'unning yuragi joyiga tushdi. U To'xtixonning yiliq kuni oqshomga bo'lgan ishlarni eriga demaganligini bilib, ichida yenik birini tinivatdi. Amsa ma eshakni qo'limdan elib, yig'ilga esib qo'yinglar. So'g'andan keyin o'tqa qo'yamiz. Obdan Shodijon, obdan. Matkirim Sho'pak igilib pukilgunicha Davud Turg'unning qo'lidan eshakning nuqtasini oldi. U eshakni esib qo'ygandan keyin Davud Turg'a uni uyiga boshlab kirdi. Davud Turg'a Matkirim Sho'pakning o'ziga sovg'a salom ib kelganligi uchun uni uyiga taklif qilib atadi. Davud Turg'uning vasujub silingan, tamlari oqartilib, yeshil sirda zadivol tortilgan, ozoda o'ylariga kirgan Matkirim Sho'pak hayronlikda og'zini ochibla qoldi. Mahalladagilarning yiligini sho'rab, qing'ir qaqishib ko'rgan bu o'g'rining bunchalik olinib ketganini u texchi bilinmay yurgan edi. Davud Turg'a Matkirim Sho'pakni o'tqashda qizil gilamlar silingan ozoda mehmonxonasiga boshladi. Davud Turg'uning og'zidan kirib, burundan chiqish uchun Matkirim Sho'pak og'zini shunchalik tatli qildi. Hurmatli Shodijon, sizlar Jangal Buloq mahallasining faxri edisizlar. Sizlar mahallamizdagilarning o'tida kuyib, suvda yiqib, ko'plab jafo tortdilar. Biz sizlarga har qancha ko'p rahmat aytsaqmi, ozlik qildi emasmi? Men yo'q chaqladimmi, oilamdagilarning beshini obdan silab, yerlarimizni suvsiz qo'ymadilar. Az bo'lsa-mu sizlarga rahmat aytish yusidan bu ishtonliq rahmni huzurlarga olib keldim. Loyiqlarda bo'lmasa-mu qabul qilsizlar Shodijon. Qani, asla. Matkirim Sho'pak shundoq deb qo'ltig'idagi mashrang ishtonliq rahni Davud Turg'uning oldiga qo'ydi. Davud Turg'a hadislar mahalladagilarning qarg'ish nafratlarini anglab ko'nib qolg'achqa, Matkirim Sho'pakning asaldek tatliq gaplari uning yuragiga malham bo'lgan edi. Bak javob ketibsan Matkirim. Bunda qilmasangmi bo'ladi? Mahallada tunji qitim eriga xushomad qiladigan odamning chiqqanligini ko'rib, Manglashxonning chiroyimi optopdek echilib ketdi. Voy, ufkam, bunda qilmasangizmi bo'ladi? Har qanday hojitingiz bo'lsa, Davud Axunga da bering. Qo'limizdan kelsila, sizdan himmatimizni ayamaymiz. Voy Shodijon, siz bizning otimizning o'rnidagi odam. Siz rahmatlik otillardan boshlab mahalla uchun jon ko'ydirib, bizning to'qqizimizni tal qildilar. Hal bo'lmagan ishlarimizni hal qildilar. Sizlardek ulug' insonning xizmatini qilishni men sharaf deb bilaman Shodijon. Matkirim Sho'pak gapini tugitib, mishildab yig'lab ketdi. To'liq xotin kishida ko'zingning suyini yiqitmag'ina. Men texi bu Jangal Buloq mahallasida qo'limga qo'l, putimga put bo'ladigan biroz chiqmaydigan o'xshaydi deb juratdim. Sana o'xshash onasining ustun amchikini amgalladimi biroz chiqdi mana. Menimi yishim jagi bordi. Mendan keyinmi bu mahallaga bosh bo'g'dak bir odam ketdi. Menga agishib ish kuchlarga yordamlatsang, sana foydasi bo'ladi-ki, hargiz ziyon tortmaysan. Qo'shiq, meni mushunchalik cho'ng ko'rib ishonganliklarga rahmat Shodijon. Men cho'qim sizlarning umidlarini oqlashga tirishaman. Ana shu kundan boshlab Matkirim Sho'pak Davud Turg'uning xos yordamchisiga aylandi. Davud Turg'uning shaxsiy ishlariga yordamlashgandan sirt, kollektiv emgak borligini mahalla a'zolariga xabar qilish, mahalla komitetidan tushgan uqtirishlarni ommaga yetkazish qatorliq ishlarni Matkirim Sho'pak bir qo'lliq bajardi. Davud Turg'a mushundaq qo'lga qo'l, putuga put bo'ladigan qobil yordamchiga erishgandan nihoyatda xushal edi. U hamma ishlarni Matkirim Sho'pakka buyurib qo'yib, uyda putini uzun sunib yotadigan bo'lib oldi. Faqat mahalla komitetida sekretar yig'inga chaqirsizlar o'zi qatnashadi. Qolgan ishlarning hammasini Matkirim Sho'pak orqali yurishtiradi.
Yaz faslining oltindek vaqtlari bo'lg'achqa, bug'doylar pishib, urma mazgili bo'lgan chaq edi. Atdiganda urma urg'ili ketib, o'g'lining texcha qaytib kelmaganligini ko'rgan Urayim Postak etiz beshiga chiqib, Masdiqning texchi bir etizning bug'doyini urib bo'lmaganligini ko'rib, og'zini buzib tilladi. Ulanın burnunu nisip boğanlığın tasmı kaça? Bir mi buğdayını bir künde orip bulanmay, bir kimnin tünglikini mardın berip, muşu hali bilen xotun qalbis qıldı teki. Sen muşu solaşlıqın bilen bağı, xotunu asan mı, oңşap jöndiyenmey ötüp ketkidekse, esit, erkiş bop qağınınga. Gep qılmışsam nimda tılla öyretsem meni. Alinekning balası çalı quyruq degeni anlamagan bo'lsa, bola degan dadasini tatib adam bo'ldi taza. Men har qancha ishni yaxshi qilsam-mu, sening bu sesiq og'zingdan yaxshi gap chiqmaydi-ku zati. Men bilan tang turib so'qishyapsan sen teki? To'qining poki, men sening nemang, ha? Urayim Postak qir ustida turgan urg'oqni ilib, o'g'lining oldiga yugurdi. Masdiq dadasining qo'llab kelayotganligini ko'rib, patparaq qechib ketdi. Dadasi uni xeyli yergacha qo'llab baqqan bo'lsa-mu, uningga yetishamadi. Masdiq tang tushlarining orqa-orqadan to'y qilib, bo'ytoqliq azobidan qutulganligini ko'rib, uningni to'y qilg'isi kelib, hozirgidek tanho turmushga xotima bagisi kelgan bo'lsa-mu, jahil dadasi Urayim Postak uning holiga hech yetidigandek emas edi. Ochisi Gulayimmi dadasi sabablik qiriqiz deb atilib qoldi. Kechinlari yolg'iz yetib, kechini yolg'iz tong otqizish bu bo'ytoq yigitga haqiqatan ig'ir kelyotdi. Shung u mahalla ko'ylarda qiri bo'lsin yoki yosh bo'lsin, ish qilib ayol zoti uchrab qolsa, tomoq tishlarini chiqarib kulgunicha gap etib baqatdi. U hozir umrlik jo'ri izlashni unutib, kech kunduz quturab aram bermayotgan talva havasini bo'lsa-mu, vaqtliq qondirishni istaydigan bo'lib ketgan edi. Mana bugun atdigandimi, dadasining topshiriqiga asosan bug'doyliq keldi. Atdiganlik mayin shamolda bug'doy bashoqlari larzan yalpinib, oltindek tavlanatdi. Etiz boshlarida dehqonlarning varasiltib urg'oq bilan urma o'rayotgan, biri-biri bilan paranglashgan ovozlari anglanib turadi. Masdiq uchidagi chapanini silvatgandan keyin yanglarini turib, urg'oqni qo'liga ilib, urma urishga tushib ketdi. Uning keyindilla bir ayolning tushkurgan inchika ovozi anglandi. Shunchalik inchga zil bu ovoz Masdiqning yurak beg'ishiga berib tegdi. Masdiq urush uchun qamallab bo'lgan bug'doyni qo'yib o'tib, o'rnidan turib ketdi. Uningdan bir etiz nerisida yer qo'shnisi bo'lgan Almaxon bo'z shildirlatib bug'doy o'rayotdi. Uni ko'rib, Masdiq o'z-o'ziga g'o'tuldab qo'ydi. Kumush qo'ng'iroqdagi yig'ilmoq tushirgan kimkin debdi men tegi. Asli mush yigilab qolgan shaploqiga qo'shab qolgan Almaxon bo'zgan emasmi? Uning o'rnida 18 yoshli bir haqs bo'lib qolgan bo'zchi kashki. Birdan bo'lsa-mu gap silib, ko'zimning pitini o'ldirgan bo'lardim. Tasimi bir bu solishib, berga ajrab ketish olib turgan gulga kimningmi qarg'is kela. Lekin bu cho'kanning ko'zining bo'zlig'ini hisobga olmaganda xili ochqayaga bordigandek qilib turamda nima? Kasobatning bellurcha degi. Melaq lampondek lig'irlab, odamning bijalarini pijiltib qo'ydi. Kasobatmisa, yosh vaqtida ko'zning yig'ini yigidek, bir ko'rganlar kimning qizgin degidek, ko'rganlar kishining purab boqis keladigan gul bo'lsa kerak. Men hozir 40 yoshni eshib turibmi, yurakni do'mbuluq qilib emasmi? Hey, to'xta. Bu cho'kan sigrakni bir gapga silib boqmaymanmi? Masdiq asta qirni bo'ylab minib, butun zehni bilan urmug'i tushib ketgan Almaxon bo'zning yeniga keldi. Almaxon bo'z Masdiqning o'zining yeniga kelganini tuymay, o'z ishi bilan mashg'ul bo'lib o'tadi. Masdiq Almaxonning kallasiga kelib turib, ikki qatim gilini qirib qo'ygandila, Almaxon beshini ko'tarib Masdiqqa qaradi. Voy, hajab mazar beshining hadisdek kallamda o'ritirsan qo'g'ocham. O'zingning etizliqni topolmay, yezib kep qolgan o'xshamamsan qishimga? Qarasam, bulbulnikidek yaqinliq ovozingiz quloqqa anglabla to'xtab qoldi.
Shunga mo'ngluq ovozingizga maftun bo'lib qilib keldim yaqishingizga. Ho'y, gapga ustaligini ma'lum qishimning. Qaraganda kichigingdan boshlab eshakning hang'irishdan boshqa ovozni anglab boqmagan toz o'xshaysan. Zukam tegib ishkini tushkirib qo'yganim yiqimliq anglangan bo'lsa, burunqi yosh vaqtlarimdagi ovozimni anglagan bo'lsang-ku, maydonni zaykashga yiqib yetishdan yonmig'ida ekansan. Hozir qerib, ovozim bo'g'ilib, yangroq kulkularim nalagidir ketib qoldi. Ovozim Seg'izxonning sharaqlashiga o'xshab qoldi. Hey, nadigini? Yelim shundoq yiqimliq turibdi-ku. Jonni ilib jankada qo'ygudek ovozingiz borgan emasmi, xinam? Vaqtingiz yetsa, aşı bulbuldek ovozingizda yana bir qatim sayrab bering. To'la gap qilmag'ina ukam. Odam ishini qilib bo'lolmay jili bo'lib turganda, sana sayrab berishga nada cho'lanmayna. Sayrig'ingiz kelmagan bo'lsa, o'zim sayraymi-ya, ha? Voy, o'tib bag'ina. Sendan cho'ngroq bolarim bor mening. Aldırsam, navr ko'gdak bo'lgan ayolman. Sen to'la menga chechak atmay, o'rmonni o'g'ina berib. Chechak atmang cho'ng'a, yiqtar to'ng'a deb tikan ko'nala. Qeridim solashdim, sugat yog'ishdek polashdim deb o'ttamay, ko'ngilning beg'iga suv boshlab sug'urib, gullarni aynitib tursa, yosh turadi ko'ngil deganmi? Almaxon bo'z o'ziga to'xtamay gap qilayotgan bu yigitga lappida qarab qo'yib, ishdan to'xtadi. Hoy, hey, potlangni bir etqina, hey, inji mariqtas. Xanachangga to'la gap atmay. Mening ko'ngil beg'imga suv boshlab aynitadiganga odam ketidi. Sendek beli qatmagan seriq tuklar oshqan yerimga baralaytdimi? Hey, suvni ko'rmay turib ishlarni turgili bo'lmas. Ketmannimi ishlatmay turib, gali yoki o'tkir ekanligini belgili bo'lmaydi emasmi? Nimanda qo'yiltamga eshak tepgandek gap qilib, shkaristek nashtiringizni sanjiydigansiz odamga. Xafa bo'lmasla, tavnozi xo'jam. O'xshaydigan bug'doy ko'kidan ma'lum degandek o'zlari texa og'izlaridan sut eqib turgan bovoq tursila. Endi aldirsa navrlik bo'lgan ayolga soqol tashlab yursilari, paypaqa nol qaqqandek ish bo'lmasmi? Agar men so'ngkim qatqan o'g'il bola edim deb turvasila, men bilan birga bir so'l bug'doyni o'rib baqsila, shu chaqda ko'raman hollarining qanchalik ekanligini. Bu gapni anglagan Masidiq o'z etizliqidagi o'rg'oqni elib kelib, Almaxon bo'zning urmisini varasiltib urishga boshladi. Uning o'rg'oq tutgan qo'llari urma ichida shuncha tez harakatlanadi. Masidiq bo'yinlaridan oqqan chip-chip ter bilan kari bo'lmay, 1 soatga yaqin vaqtda Almaxon bo'zning bir etiz urmisini urib tugatdi. Almaxon bo'z ko'ynaklarini silib tashlab, urma o'rayotgan Masidiqni to'xtatdi. Hey, Masidiq, bo'ldi, to'xtab qo'ying endi. O'zingizning etizga chiqib o'rmangizni. Yana dadingiz kelsa, sizdan emas, hamma ishni mendan ko'radigan ish chiqmasin yana. Ay, o'zim qilgan ishning yuddisidan o'zim chiqalaydigan o'g'il bolaman. Dadam bir narsa deb qolsa, qo'lim qo'shni bo'lgandan urushib berdim daman. Jangal buloq 14-qism. Oq ujmining bo'digidek bo'g'moq cho'kan. Shukchi bo'lgan arliqda Masidiq Almaxon bo'zning urmisining tangdi yerimini urib tugatdi. Almaxon tushda Masidiqqa issiq o'tib ketmasin deb qitiqqa non cho'kirib berdi. Masidiq muzdaq qitiq ishlangan zag'irni huzurlanib yedi. Sizlarda katta oilada cho'ng bo'lgan boyvachilar-ku, qitiqqa zag'irchilab yeydiganlardan emas. Zanliqimga odamni Dadam degan qilni qirq yardigan pisiq o'g'rini sizmi bilmaydigan yerda emas. Anamning bir oy bo'g'icha kir yuvayotganligini ko'rsa, kiyimlarni to'l yuvib yirtib bo'lding deb urushishdan yanmaydi u. Oy, odamni bo'shroq kuldirgina. Rastlayapman.
dadam degan abdal foyda bor desa, hangi shekni taqayilib setishni yanmaydi juma? Albaxan bilan Masidiq kulki chaqchaqlar bilan o'ltirib, g'iza olinib bo'lgandan keyin yana o'rmorish qatlandi. Masidiq haydisa unimay, pishg'irim issiqda Almaxonning 2 mo yerdagi o'rmisini urib tugatdi. Qandaq? Amniga ishongansiz? Bilagi suyuqash bo'lmaydigan bolalarga o'xshamaymiz juma biz. Oy, po deganni zaysamay atqinni mavsunduqning. Xonachangga gap etib ishni aplashtiramay, o'zimni chaqlamay shilting etibdiman, palasqa yogilib hapti yetibdiman degandek ish bo'lmasin yana. Nima gapni qildikansiz? Buyurtib aytgandek bolalar biz juma. Sizning ussuzlikda so'lishib qolgan zaroatda ko'ngilxoningizga suv boshlab yashnitib etmanman. Mening ko'nglim cho'lda qolgan daraxtdek ussiz qilib, qog'jirab ketgani yo'q xo'jam. Bək bir suv başlığın kəlgən bolsa, mahallamizning tövan tarafidagi qumliqqa tigan etib, shu yerga başlaval suyuңni. Menda qog'jirab kelgan sayliqqa boshlaydigan sesiqyaning suyi yo'q ene. Ko'lning suyini udur kegaga to'kib soya qilmaymiz deymi? Oy, ma'qul xo'jam, ma'qul. Sug'argan yerlaringning o'si kilistili bo'ladi-ku. Albatta kelishidi. Yer sho'liq bo'lmasa. Endi shu oshgan yerga baramasa, yerga bahona qo'ydiganlarmi chiqib qoladi siliga o'xshash. Qag'inni oq yerda tugman talashmay. Shuni bo'lganda ko'mamdi-xa. Onunğumu mayli. Bugun kechda Aliyatquda darvozamni ochib qo'yman. Etizimni qandirib sug'ralisanglar, har vaqt tayyorman xo'jam. Xotirjam bo'ling a. Sizni yashnitib 18 yosh oltinga akliyotman qani? Oy xo'jam, meni qeri ko'rvatamdilar. Tashlab qashqudak qiz bor, elib qashqudak juvon deganni anglamaganmi sili? Sizni qeri deganim emas, mundaqla chiqishib qo'ydim. İkisi bir haza chiqishdi. Masidiq Almaxon bozning olmasini kashti qaqadiganga kelishib, o'z o'rmisini urishga kirishib ketdi. Uzoq o'tmayla Urayim postak kelib, dadibali ikkisi birdan qo'g'lashmoq o'ynadi. Urayim postak bugun o'rmorgan qo'shlardan bugun bir kun Masidiqning Almaxon bozning o'rmisini urganligidan xabar tepib, quyquchashlari tik turdi. Chivinning ko'ngli poq tushdi degandek, mahav qeyr mozayning qilib ko'rgan ishini ko'mamdigan. Voy to'day. O'z onasidan qeyr xotinga qana so'rab yuribdi emasmi? Ay voy, lingtasmi go'y. Kashda uy ekib baqsin cho'qini. Sizining ostini chiqib o'taman ha? Urayim postak shundoq deb, tishlarini bilib uyga qaytib keldi. Lekin oqshimi bir chaqt saqlagan bo'lsa-mu, Masidiqning qapiq tatgandek uyga qaytib kelmadi. O Aliyatqu vaqti bilanla Uyg'ur mushukdek timsiqlab Almaxon bozning agini oldida paydo bo'ldi. Almaxon boz va'dasi turib, aginni ichidan taqamagan edi. Shu kuni kechasi Masidiq Almaxon bozning olmasini qaqdi. Uning tunchi qatam olmaga eg'iz tegishi bo'g'ashqa shunchalik lazzatli bilindi. Almaxon bozmo barliq hunarlarini ishga silib, ish ko'migan Masidiqni o'z bag'rida yayratdi. Ana shu kundan boshlab Masidiq Almaxon bozning olmasiga xeli obdalli ko'nib oldi. Urayim postak Masidiqni urib baqdi, tillab baqdi. Chiroyli gap bilan nasihatmi qilib baqdi. Lekin Masidiqni Almaxondan tazduranmadi. Terig'ini bug'doymi yoki lo'ylimi bilgili bo'lmaydigan etizliqda
gallishib ketgan urg'oqda o'rmi o'ranmay jili bo'lib turgan Sayim Shalukning xiyoliga Emin Shangyo bilan Matqosim Yo'rg'onning xotini Havzigul chiqargan yiqimliq muzika ovozi kelib olib, ishini aynitolmadi. Yanida zo'ng o'ltirib shirqishib o'rmi o'rvatgan Doday Kalpuk, qisiq ko'z, yuzining o'ng tarafida olqanchilik mingaba xotini bu Ayshan bilan Matqosim Yo'rg'onning xotini Havzigulni selishtirib baqdi. Havzigul voydagudek go'zallardan bo'lmasimi, bu Ayshamga qaraganda xeyli ochqayaga bag'udak cho'kan edi. Mushu dadam degan ko'ziga ishdan kiyib gadoy, qo'li qisqiligini pash qilib, mushu topdek sesiq furaydigan, orangutan chiroy xotinni to'yliq olmasangmi tegadigan bo'ldi deb turmagan bo'lsa, olmaydi menmi? Mao Emin Shangyo degan iskat yo'q o'g'ri. Ashu oq ujmining bodigidek bog'moq cho'kanni quchog'ida yoyirtib yurganini ko'rib, ajab ichim ochiq bo'ldi desa. Sayim Shaluk kichik gap qolgan do'ppisini cho'kirib kelganicha urg'oqni tashlab o'rnidan turdi. Nega mangdinglar? Nega bosam bormamdim. Rayaga bosam sana deb qo'yib menish majburiyatim bormi mening? Qara mani. Bu Aysham eriga yana gap qilsa, og'zini buzib tillaydiganligini bilib gap qilmadi. Sayim Shaluk etizliklardan aylanib o'tib, o'z etizdan xililiroq bo'lgan Matqosim Yo'rg'onning uyiga keldi. Matqosim Yo'rg'onning to'rt atrofi shiviq bilan qo'shamdalgan o'yli temining bir qanotliq darvozasi qiya uchiq turadi. Sayim Shaluk o'yliga kirib, oldi tarafdagi sig'izlayda qo'pol suv olgan uyning eshigini chekdi. Bu chaqda tushga, yobdan etishga tayyorlik qilayotgan Havzigul qo'llari ximir yuqi eshikni ochdi. U eshik oldida turgan Sayim Shalukni ko'rib, sal ajablandi. Havzigul, sıktı o'murib bulanmay, tanglaylarım qurib ketdi dana. Muzdek soğuk suyunuzdan bir nogay bering ha. Tashnaligim bir besiqsin. Dedi Sayim Shaluk cho'kanning ko'zining ichiga yavatgudak qarab. Havzigul gap qilmay uyga kirib ketdi. Sayim Shalukmo keniga qarab, o'ylida odam yo'qligini bilib, ruxsatsizlik uyga kirdi. Ichkirki eshikning tuvi kelganda bir nogay suv ko'tarib chiqqan Havzigul bilan to'qrishib qoldi. Havzigul nogaydagi suvni Sayim Shalukning qo'liga tutqizib qo'yib, yug'urayotgan tuxum siriqidek sap-siriq qunoq uni badasning yeniga keldi. Sayim Shaluk nogaydagi suvni o'til tutib ichivatgandan keyin dedi: "Vah! Ajab yurakning beg'iga, ishtonning eg'i badiya bo'lsa." Meningmi ichimni o'l qilib qo'ydingiz. Endi menmi sizni qurib qo'ysam bo'lmas, ha? Sayim Shaluk shundoq deb Havzigulning yanglari turilgan oppoq bilikidan kappiri tutdi. Havzigul qo'llarini silkib tortib oldi. Sayimka to'la satlashmoqchimi? Erimning keladigan vaqti bo'lib qoldi. O'zingizni besib olib, asta uydan chiqib keting. Undaq bo'lsa, hozir ketib turay. Lekin fursat topsam, pat-pat kelib sazlaringizning pardasini besib, yiqimliq kuylarga sayirtib, Azizjonni yayirtib o'tsak bo'la? Sayimka, o'shingizdiroq gap qiling. Sizning sayirtadigan tomochiqingiz uyingizda. O tomochiqning sayrishini sizdek bulbulning sayrishiga o'xshatqilib bo'lsammi, xonaylar? Havzigulning shulgaylari kalpukidan eqib turgan Sayim Shalukka qarab ko'ngli elishdi. Sening yuzing oyoqning chamidanmi qilingan? Chiqa uydan. Havzigul vaqirab Sayim Shalukning maydasidan ishtirdi. To'li o'pkingizni g'aldiratmang Havzigul. Xiyolingizda o'zingizda qog'idan oq, seg'isxondan pok deb o'ylabsiz? Eliqi aqshimi eringizni mas qilib, uni ho'ldagi karvat yotqizib qo'yib, Emin Shangyo bilan uyning ichida bilmaydi deb qolmoqchimi? Havzigul bu gapni anglab, onardaq qizdirib ketdi. To'li yolg'on aytmang, men nada shunda qilibdiman? Siz menga niyatingizni yomon qilib, atay menga to'kma chaplayapsiz. Xufsallik qilmang Havzigul. Eliqi aqshimi Emin Shangyo degan xumsi
Matqosim bilan haraq ichgan so'rinda menmi batdim. Ha. Emin Shangyo Matqosimni mas qilib etib uyingizga akeldi. Taladagi karvatga yotqizib qo'yib, siz bilan hunar qilayotganligini men o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, tinib olmoqchimisiz? Qara. Qaraganda bo'lgan ishlarni Matqosimga deb qo'ymoqchi, mening gapimga kirmaydigan o'xshaysiz, a? Avzugulning yuragi hozirlik ipidan chiqib ketadigandak döpüldab so'qib ketdi. Bo'lgan ishlardan Matqosim xabar topsa, uning taslikda qurgan oilasining ulug'i dast ketadi. Matqosimning u ta'tuligi bilan Avzugulning qilgan atkinni butun xalq olamga yeyitishdan yanmaydi. Ikki bolasi yetimlik ko'chasida tashlanib, bu yo'llar qisilgan holatda qatorga qo'shiladi. Avzugul mushlarni o'ylab, mishildab, yig'lab, Sayim Shalukka yelindi. Canım Sayimka, bu işlarni hergiz Matqosimga demang. Men sizdan xush bo'lib qolay, o'tinay. Ay, ko'zingizning yundisini eqitib meni qo'rqitman demang. Sizdek qo'ng'ida qichig'i va ayollar xalq olam oldida sharmanda bo'lishga loyiq. Bu gapni anglab, Avzugul Sayim Shalukning oldida mokkida tizlandi. Sayimka, sizdan rostla xush bo'lib qolay. Men nima desangiz shuni qilay Sayimka, ma'qulmi? Mana ma'vi gapingiz joyida to'g'richig'im. Men nima desam shuni qilsangizla, qan atkiningizdan ispusi sirtqa qatti chiqmaydi. Sayimka, siz mening ko'kulamdan tutib elib, menga tahdid selyapsiz. Menga tahdid soldi deb o'ylagan bo'lsangiz, hammamiz o'z yo'limizga maylaymiz. To'xtang Sayimka. Ems faqat mushu bir qitimli shundoq bo'lsin. Faqat bir qitimli. Albatta. Mana ma'vi gapingiz joyida. Sayim Shaluk Avzugulni dast ko'tirib, ichkiri uyga mandi. Meni tushirib eting. Ishni ichidan qulplab etmasam biroz ko'rib qolmasin. Sayim Shaluk maroqchilik qilib, Avzugulni indakka keltirib olgandan keyin kalashdak yechib, og'zini yumolmay qoldi. Biroz ko'rib qolamo deb ehtiyotmi qilib yurmay, g'ingshib naqsh etganicha Matqosimning hovlisidan chiqib ketdi. Avzugul bo'lsa, Sayim Shalukning to'plangdan to'g'ach o'g'irlab qilgan paskashligidan saskinib, bo'quldab yig'lab ketdi. Erining o'rmidan qo'rsi qechib keladiganligini unutib, daryo bo'lib eqib ketdi. Oradan o'rmi urib, qo'rsoqlari ichib, kuchaylari tortishib ketgan Matqosim yo'rg'a qaytib keldi va Avzugulning yig'lab o'tirganligini ko'rib dedi. Hey, xotin. Nima deysan? Tamoq etmay yig'lab ketibsan-ku. O'lib ketgan cho'ng onam yodimga kelib oldi. Voy, cho'ng onani o'lib ketgili 10 yildan oshgan tursa, endi kelganda yig'lab eqib ketganinglar nimasi? Qamlashmagan. Qopanglar, achidinglar menda qo'saq ichib ketdi. Avzugul maynat qo'llari bilan eriga tamoq etib berishni xohlamay, yana yetib oldi. Jangal buloq 15-qism. Atanmas o'qudin ko'ra, hichanmas po'qudin. Matto'xti boqa qaynonasining uyiga kelganda, Magnisa yana chiroydan bo'ron chiqarib o'ltirdi. Cho'lalar tagsi o'ltirsalar xo'jam balam. Qo'nglari yiringdab ketmagan bo'lsa, peshayvonning to'vrigidek turib olmay. Dedi qaynonasi Zinnatxon kiyo'g'liga salommi qilmay. Matto'xti boqa supining leviga kelib o'ltirib, qaynonasi Zinnatxondan ahvol so'radi. Obdan to'lmaqin. Qandaq turg'unimni ko'mayvatamsiz xo'jam balam? Gayı ör turman, gayda o'ltirman, oqshom bo'lsa yotaman, atsa harda turman. Shundaq turvaman ayna. Qiyinna, salomatliklari yaxshi-ku? Yaxshi balam, yaxshi. Qaraganda men tezroq o'lsam, qizimning kam qolgan tayoqini to'liqlab beray degan o'xshamamsiz, hurmatli kuyo'g'lim. Undaq emas qiyinna. Hamda shu xotinchilikda urush jidal degan bo'p turdi-ku. Mening mo burnim o'sokirdi qiyinna. Shunga Magnisani men qo'shib qo'yslar. Chiroyliqcha uyimizni tutib qoldi.
Man qarang balam. Elimi necha yildan beri barcha savallikni Magnusaxonga döngəb, çoqqusini besib berib keldim. Lekin siz qızımni To'lxotinning qizi deb onay tepib, qosh qapoqlarini ko'kdan ajratmay keldingiz. Uningga mayli deb tursam, atammas o'qidan ko'rar, chichammas poqidan deb, yana qizim ayiblik bo'pti. Eng yaxshisi, ishkinglar ajrashib ketib, quloqni tinch qilmasanglar, mening o'lsam ko'zim yumilmaydigan o'xshaydi. Matto'xti boqa qaynonasining gapini tigiga yetmedi. Qenna. Men bu gaplarni toza tushunmadim-ku. Voy, qanday tushundiray endi sizga? Aramizdagi padishab buzilmasin desam, hamma gapni ochiq tegida soladigan o'xshaysiz. Sizni haqla Matto'xti buqa deb chaqirdigandu, ha? Ha, qenna. Hozir siz apla, mav og'zimni. Mag'amag'nisa talog'i chiqibdir. Dedi Zinnatxon qiziga qarab. Magnusa chiqib ketgandan keyin Zinnatxon gapini davomlashtirdi. Qarang, kuyog'lim. Zinnatxon gapni shundoq boshlab, bir hazo tushundirib yurib, gapini xulosaladi. Yeydigan oshnan bizning uydimi ba? Shunga eng yaxshisi ishkinglarning ishi mushada tugusin. Qaynonasining gapini anglagan Matto'xti boqa xijolatchilikda yerga kirib ketgudak bo'ldi. U nim deyishini bilmay, kigizning qilini qirib o'ltirdi. Qaynonasi pat-pat, "Qani gap qiling, balam" degan ma'noda qarab qo'ydi. Bir hazodan keyin Matto'xti boqa ig'iz ochdi. Qenna. Bu yana bo'lgan ish, yana bo'lmas. Bu da bir qo'shib qo'ysa. Pasar basmas gapni qilmang balam. To'g'ri meni gapga sanmay, ajrashishga ideyangizda tayyorlik bo'lib qolsin. Mening endi sizga deydigan hech qanday gapim yo'q. Zinnatxon gapini tugitib chiqib ketdi. Matto'xti boqa ichida yig'lab uyiga qaytib ketib boradi. O'zining qarg'a kelmas erikka o'xshab qolganini bilganida ich bag'ri qon zardobga to'ladi. Bir er kishiga nisbatan miltiqning o'qi muddatdan burun tugab ketish nihoyatda nomus ish edi. Uningga nisbatan erlik nishonning bo'lmasligi ko'tirib qo'pqisiz bir ahonat edi. U bundoq kasalning davosini burun ancha-muncha anglab boqqan bo'lg'achqa, davosini qilish uchun yezi bozoridagi milliy tiyubning qishig'i yugurdi. Aslida Zinnatxon Magnusa yamonlab kelgan kunla uni erining uyiga olib qo'yishni o'ylagan. Burunma qizi yamonlab kelgan kunla bir kechimi qondirmay erining uyiga yo'lga sap qo'yatdi. Ya bo'lmasa o'zi olib qo'yatdi. Lekin Magnusa bu qatim yamonlab kelganda qat'iy gap yemedi. Qizim, erning xotini urib turishi degan odatki bir ish. Dadang rahmatlikmi meni osh qo'yis qo'yatdiki tayoqsiz qo'ymaydi. Seni urib bir yeringni sondirib atmisila, badaningning raxti o'zidan saqayib qoladi balam. Yo'q, men ketmayman. Uningdan ajrashib ketaman. Qizim, xotin kishi degan erdi yaxshi, bo'lmasa yerdi yaxshi deydi. Atdiganda uy supurmasa kashkish pushayman. Qiz takkan eri bilan bo'lishamasa o'lgich pushayman. Ba'zi gaplarni senga deyish beab. Endi uning uyda o'ltirishning faqat o'rni qolmadi. Nemandiq gap yemaydigan ba'zsan. Birga takkan yaxshi, ikkiga takkan paxshi, uchga takkan laxshi debdikan beshidan o'tganlar. Qo'pa o'rnidan qarab turib, Guhardek ikki balangni yetimni ko'chisiga tashlaydamsan. Ana, ikki balam bor debla uning uyda suygi qanmagan maysidek solishib o'ltiramdim men. Ajrashadigan odam ikkini aslallab bo'g'icha bir kimning sirkisini chaqilib ketganmidan. Magnusa onasining chalvoqashlariga quloq solmay teshig'i chiqib ketdi. Qarab turib onasiga erining qarg'a kelmas bo'lib qolganligini uchiq deyamay, uduldagi qo'shnisi Tunusagulning uyiga chiqib, birdam halmon bo'lishib, o'ltirish jarayonida hamma gapni uchiq onasiga aytib qo'yishni havola qildi. Bu ishlardan xabar topgan Zinnatxon yoqasini tutib qoldi. Qizining erining uyida nimishqa o'ltirg'isi kelmaganligining sababini hamda bildi. Asli ish mundaq ekanda, demagan bilan ayol kishining ko'ngli er kishidan suv ichmasa, o'ltirg'isi kelmaydi. Menga mush ishimga kelgandimi, yolg'izlik tas kelib talaliq bo'lishni o'ylashyapman. Qizimga oson emas. U ajrashiman deb qat'iy niyatga kelgan bo'lsa, men qarshi turmayman.
Zinnatxon mushlarni o'ylab qizini qo'shib qo'ymagan edi. Magnisa turibla Ruzmamat Xo'razni sig'inib har vaqt yodidan kechadi. Buningdan keyingi turmushini Ruzmamat Xo'razga bog'lab tasavvur qiladi. O'zidan 10 necha yosh cho'ng, qo'li qisqa bo'lsa-mu, erkaklarga xos buraqqiga Ruzmamat Xo'raz uning tushuk tegib qurish oldida turgan qalbiga illiq bahorni boshlab kelgan edi. Magnisa Ruzmamatning bag'riga tashlanib, ko'ngil big'ini o'yintib o'tishni xohlaydi. Lekin Ruzmamat Xo'raz bir qatam Magnisaning vasliga qinib olibla o'zini ko'rsatmay yotadi. O peshjon yeydigan o'lgur xo'roz. Qaysi mikyallarni peshparlab yursankin tang? Rastali xo'rozdek bir to'p mikyallarning arsib qilib, men ko'zingga ilinmay qolgandim-manmi? Magnisani yig'i tutdi. O Ruzmamat Xo'razni umrlik hamrohi qilib, Matto'xti boqining o'rniga qo'yishni o'ylab yotadi. Urayim Postakning uyiga berib, paltik akkisini qaqtirib kelgan Matqurbon onasidan ayrilib qolgan yetim qo'zdak bir necha kun ma'yuslanib qoldi. Urayim Postakning qizini bermaslik sababini o'z oilasining qo'lining uzukligidan ko'rdi. Dadasining "Ko'nglingni yerim qilma balam, mahallada Urayim Postakning qizidan boshqa qizlarmi samandak shularning ichidan chekib tanlab birini sana olib beraman degan gaplarmi bu g'ururi kuchli yigitning sungan ko'ngliga tasalli berolmadi. U Urayim Postakning gapidan shunchalik ahonat his qildi. Uning ashu sutugminiga ishinib, o'zini cho'ng tutishi Matqurbon Kanayning qalbida o'chmas dog' qoldirdi. U Gulayimni sig'inib, necha qatim izlab berishni o'yladi. Lekin bu hali cho'ng kishilarning oldida g'ururni payxon qilishni xohlamadi. U hozirgi taqdirini o'zgartib, boshqalarning nazaridagi Qalandar Habdal degan atoqdan qutulish niyatiga keldi. Lekin olqanchilik bu mahallada nimish qilib pul tepish kerak degan masala har vaqt uning beshini qattiratdi. U turibla o'zini ko'zga ilmay chatga qoqqan Urayim Postaki jang e'lon qilib, tok tugmini qurishni o'ylab qoldi. Biroq uning turgan turqishi yanada tok tugmini qurg'idek dasmoyimi yo'q. Shundaqdimi u boshqalardan qarz olib bo'lsa-mu, o'z orzusini ishga oshirishga bel bog'ladi. U o'z orzusini dadasiga aytgan edi. Dadasi Ushur Kanay uningga bir haza qayidi. 6 tangam ba ot olaman, 7 tangam ba qiz olaman degandek gap qildi ekansan. To'y tugmini qurish degan yonchug'ida puli va hamma ishga yo'li va odamlarning qo'lidan keladi. Dada, qo'limizning uzukligi menga ayon. Sabab qilsang, sivat suv to'xtaydi degandek sabab qilib baqili. Bizda bo'lmasa, urug' tuqqalarni qarzib turayli. Ay. To'li yo'qlan xiyollarni qilmay, senga nenimizni yeb o'ltirayli balam. Dada, haq bizni ko'ktamrat, ko'ksaltong deb haqorat qilsa maylimi? Haq topgan pulni nimishqa biz topolmaymiz. Bizmi bir ish qilishga tavakkul qilib baqlaymandoq. O'lmagan jonda umid bor debdi-ki. Qag'ila qaqitar, o'z ko'nglini xush etar degandek, nadiki bir bangining xiyolini qilib yuradigan bola bo'lsa. Bizga birdan bir non beradigan narsa qo'limizdagi katman. Sen o'nglab katmanmi chopolmaysan. Boshqa ishni qo'yib, katman chepishni o'g'na avval. Dada, pul tepishga qar kuch emas, aql ketadi aql. Nimandoq hadisili ko'ngliga esilib olasan sen? Hey, ko'ngliga esilib olganim emas. Ko'nglada kamigan talayda onangning haqqi bormi deydigan gap bor. Bir kunlarda boy bo'lib qolsak taliymiz. Navoda unda xunmay qolsa, peshonimizga putilgini shukan deb mushundaq yashab o'tib ketamiz bola.
Sen shundoq ujmi-pesh, eg'zimga tushdab o'tirayver. Matqurban Kanay shundoq deganicha o'ltirgan yeridan chachrab turib ketdi. Uning dadasidan butunlay umidi uzildi. Aslida dadam urug' tuqqanlardan qarz olib bersa, ishlarim osonga tusha deb o'ylagan edi. Mana endi dadasining holi shu. Uni hech qo'llaydigandek emas. Matqurban uydan chiqib, g'arb tarafdagi cheksiz ketgan qumushliqqa nazar soldi. Oldi pöpüp chiqarishga boshlagan qumushlar mayin shamolda larzan yalpinatdi. Namratlikning tufaylidan bir umr xalqning kamsitishga uchrab yashab o'tamanmi bu jahonda? Yelimi yashim 20 dan oshdi. Qo'limdan katman chepishdan boshqa hech ish kelmaydi. Dadam degan aqlsizmi boshlang'ichdan ajratibla katmanga mirab qilib qo'yguncha to'liqsiz o'tirdi bo'lsa, o'qitgan bo'lsa, yoki bo'lmasa biror hunar kasbga bergan bo'lsa, bu chaqchi biror ishning peshini tutib bo'lgan bo'lar edi. Hozir hunar o'rganay desam 2-3 yil vaqt ketadi. Undan keyin o'zim do'kon ayirib, ovqat qilib pul tepishgami yana 2-3 yil ketadi. Shuning bilan yashim 30 ga yaqinlashib qoladi. 30 yoshga kirdim deganlik, ömrümning 20 ketdi deganlik. Nima ish qilsam bo'larkan ta? Alqanchilik bu mahallada bir do'kon ochib tijorat qilay desa, teg'i oqmaydi. Do'kon ochadigan o'yga kelgan taqdirdami? Halimiz tayinliq, yanchuq qo'rq. Matqurban shuncha o'ylabmi, bu mahallada bir ish qilish to'g'risida bir qarorga kelanmadi. Voy, Matqurban adash. Ajab uttirayotgan qiyma ovozdak shumshibli qapsan-ku. Dedi xarachilik saymonlarini bir xaltaga silib, o'shnisiga otib olgan Arshidan. Ichim xushib qilib, azra qavoyay deb chiqdim adash.